Assalomu alaykum YouTuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Men Elbek Nabiy. Bugun navbatdagi Amerikan yo'nalishimizni ko'rib chiqamiz. Telefonda bo'ladi va bepul dars bo'ladi do'stlar. Kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying va bundan avval ham juda ham ko'p bepul darslar chiqarganman. Telefon uchun YouTube'da sirlari va Amerikan YouTube'dan pul ishlash sizga qiziq bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va like bosib qo'llab-quvvatlang. Xo'p, yo'nalishda biroz obzor qilib o'tamiz. Bu yo'nalishimiz telefonda Stick War Legacy degan o'yin bemalol Play Market yoki App Store'ga yozsangiz chiqib keladi. Bu o'yin ancha yillardan beri mashhur va hozir ham mana filtrdan o'tkazdim. Bir o'yinda ichida 288 mingta, 200 mingta, 157 mingta, xullas prosmotrlar juda baland. Oddiy detskiy yo'nalishlar bunaqa katta prosmotr olmaydi. Bu gaming yo'nalish, avtorskiy prava tushmaydi. Musiqani ham trenddagisini qo'yish shart emas. Bepul musiqa qo'ysangiz bo'ldi. Qani biron bir kanalda obzor qilib ko'ramiz, kelinglar. Xo'p, shunaqa boshlanaveradi. Kanalning nomi chiqarkan. Biroz o'tkazamiz. O'yinda o'ynayapti, qaranglar. Shunchaki ekran zapis qilib olgan telefonda o'ynab, o'sha o'yindagi voqealar chiqaryapti. Aytgancha bu o'yinda oddiy versiyasini o'ynamaydi, ya'ni Play Marketdan yuklanmagan Vizlon versiyasini o'ynaydi. Vizlon versiyasini qayerdan topish sizlarga ko'rsataman. Mana. Shunchaki o'yinni qiziqarli qilib o'ynagan katta masshtabda. Har kuni shunaqa qilib o'yinda o'ynaydi. Bitta o'yinni tugatishi 5 minut vaqt oladi, bu yoqda 17 minut, demak 3-4 marta o'ynaydi. Atigi yarim soat vaqt ketadi. Bir kunda bitta video yuklanadi do'stlar. Mana bir kunda bitta yoki umuman ba'zan 3 kunda, 4 kunda bitta chiqarar ekan, lekin prosmotrlar juda ham katta va umuman nakrutka urmaydi. $1000 dan $4000 ishlayotgan bu aniq, chunki gaming yo'nalishda 1000 ta prosmotr uchun $1 dan $5 to'laydi YouTube. Agar siz ham shunaqa videolar qilsangiz, yaxshi daromad qilishingiz mumkin do'stlar. Va raqobat juda ham kam. Men hozir qanday qilib telefonda yasashni o'rgataman. Lekin undan avval sizlarga juda ham foydali kanal tavsiya qilmoqchiman. Telegramda meni Elbek Nabiyev nomli kanalim bor, YouTube'da o'rgataman. Bemalol bu kanalga qo'shilib, bepulga juda ham ko'p sirlarni o'rganib olishingiz mumkin. Elbek Nabiyev deb yozsangiz chiqadi YouTube'ga, ya'ni Telegramga va kanali profilda bo'ladi. Bu video chiqishidan avval mana 400 ta like so'ragandim. Reaksiya 500 ta bo'lib ketdi. Undan tashqari bu yoqda shogirdlarimizni natijasini tashlab turamiz. Mana 500 tani oshib ketgan podpischilari уже ko'p bo'lmagan. Avvalgi videolarimiz haqida ma'lumotlar bor, YouTube'da o'rganish uchun tavsiyalar, so'rovnomalar o'tkazib turamiz. Xullas, bu yoqqa qo'shilsanglar juda ham yaxshi bo'ladi va bu videoda bu o'yinda va montajda ishlatadigan narsalarimni ham shu Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol olib foydalansalaring bo'ladi. Unda ketdik, telefonda qilishda boshlaymiz. Demak do'stlar, telefonda qilishda boshlaymiz. Stick War Legacy o'yinini mod versiyasini, ya'ni pullari ko'p, askarlari ko'pini yuklab olishimiz kerak. Buni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, bemalol yuklab olishingiz mumkin. Birinchi o'rinda biz nima qilamiz? Ekranda yozib olishimiz uchun bizga as screen recorder degan ilova kerak. As screen recorderni biz Play Market orqali yuklab olishimiz mumkin va ekran zapis qilishimiz mumkin. Unchalik qiyin emas, unisi oddiy. YouTube'dan bemalol darsliklar topsangiz bo'ladi ekran zapis qilish bo'yicha. Xullas, mana shu ilovani ishlatamizda o'yinda o'ynab zapis qilib olishimiz kerak. Hozir o'yinning ichiga kirib, taxminan qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Mana shunaqa chiqadi o'yin boshlanishi va biz play tugmasiga bosishimiz kerak bo'ladi birinchi kirganimizda. Bemalol tugmalarni bosib ko'rib, o'zingiz yaxshilab o'rganib olsangiz bo'ladi. O'yinni boshlashdan avval yo'nalishni bir haftacha o'ynab ko'rib, ozgina tajriba yig'ib o'ylar. Qisqacha jarayon o'yinda ichiga kirib bo'ldim mana. Bu yoqda oltinchi pul yig'ish kerak. Mana bu oltinni qazib, o'zi o'rgatib turadi, qayerda bosishni, nima qilishni va askarlar chiqaramiz. 6 xil askar bo'ladi. Bizda hozir faqat qilichlisi ochiq, chunki birinchi qismi. Qismdan qismga yangi askarlar beradi. Va ikkita haykal bor. Dushmanning haykali kamonni shaklida, ya'ni kamonchining shaklida, bizda haykalimiz qilichli shaklda. Bizda askarlarimiz borib, ularning askarlarini o'ldirib, ularning haykalini buzish kerak bo'ladi. Va aksincha, ular ham askar to'plab bizni haykalimizni sindirib tashlashga urinadi. Ya'ni o'sha ular haykalni ko'rinishi kamonchi bo'lgani uchun ichidan kamonchilar chiqyapti. Bizda qilich bo'lgani uchun qilichlar bergan.
6 xil haykalni mayda turi bo'ladi. Ya'ni gurzilisi, qalqonlisi bo'ladi. Xullas shunaqa qilib o'ynab buni buzishimiz kerak bo'ladi. Men hozir o'tkazib yuboraman bu joylarni. Mana ularda haykali sinib ketdi va biz yutdik. Bizni shunaqa mukofotlaydi, olmos beradi va continue'ni bosamiz. Xuddi shunaqa qilib kuniga 3-4 marta o'ynaymiz. Eng qiziq joylarini. Bo'ldi, bu yerdan chiqamiz. Men o'ynab yozib olgandim. Endi CapCutga kiramiz. Montaji oson. CapCutga kirib, o'sha ekran zapis qilib olgan videomizni tashlaymiz. Menda 17 daqiqalik video bor edi. Videoni o'zi ham mana chiroyli o'ynalgan. Riski o'yinga kirilmaganda bu yoqda do'koniga kirilgan, do'kondan sandiqlar ochilgan. Bu cheksiz bo'ladi. Sizlar ham mod versiyasini yuklasalaring, ichidagi hamma narsani bepulga olsalaring bo'ladi. Mana shu sandiqlarni ochish ham qiziq yosh bolalarga. Bu yoqda har xil mana damlamalar bor. O'yinda yutishingizga yordam beradigan narsalar bor. Va tugashi ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni g'alaba qildingiz bo'ldi. Mana shunaqa yutgan paytingizdan tugashi kerak o'yin. O'yin zerkarli bo'lib qolmasligi uchun sal 1-2x tezlashtirib yuborsangiz bo'ladi. Kerak joylarni, mana qora bo'lib qolgan joylarni kesib tashlaysiz va biron bir bepul musiqalardan qo'yib yuborasiz. Shunga chiroyli qilib musiqa qo'yib yuborasiz. YouTube'da bepul musiqalardan Telegram kanalidan olasiz va bo'ldi. Videoni tepadan Full HD 30 fps va pastini 20 qilib saqlab olamiz. Shu bilan Save to Advanced bossak, galereyamizga tayyor bo'lgan video tushadi. Endi preview'sini qanaqa qilamiz desak, o'yinda eng chiroyli joydan bitta screenshot olamiz. O'sha bizga preview bo'lib beradi. O'sha screenshot qo'ygan rasmimizda masalan Coloro degan ilova bor. Coloroga kiramiz. Men buni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Masalan, men shunaqa qiziqarli preview yasab olgandim. Photoshopda ishlatishni bilsangiz bemalol yasaysiz. Bu yoqdan detallarni o'zgartirib, tiniqroq qilsak bo'ladi. Lightlarni yorug'ligini oshirib, kontrastni oshirsak bo'ladi, chiroyliroq bo'ladi. Ambivence oshirsak rang-barang bo'ladi previewimiz. Shunday qilib turib saqlanib qolamiz. Va bo'ldi, previewimiz tayyor YouTube'ga. Demak, asosiy ishimiz ekran zapis qilib, o'yinda qiziqarli qilib o'ynaymiz va raqobatchilardek nomlaymiz, ingliz tilida yuklaymiz. Har kuni bir xil vaqtda bittadan video yuklaymiz. Bunga trenddagi musiqa shart emas, bepul musiqa ishlatamiz va rekomendatsiyaga chiqishi oson, gaming yo'nalish bo'lgani uchun avtorskiy prava tushmaydi. Demak do'stlar, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men bu videoda ishlatgan o'yinimda va boshqa narsalarni hammasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Meni baza kanalimdan materiallarni olib, qiziqarli montaj qilishingiz mumkin. Va agar YouTube'da rostdan ham noldan professionalgacha ustoz bilan o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Do'stlar, men 2026-yilda shogirdlarimni ko'paytirishga qaror qildim va YouTube Start 0dan kursimga asos soldim. Bu kursimda 0dan telefon orqali kompyuter shart emas, daromadga chiqqaningizcha professional 50 ta darsdan iborat darslar beriladi va har hafta jonli darslar va 24/7 savollarga javob berish bo'ladi. Bunda siz YouTube'ga oid hamma narsani o'rganasiz. To'g'ri kanal ochish, professional dizayn yasash, mualliflik huquqini qaytarish, bankdan qanaqa pul yechish kerak, nima qilsa videoda ko'p ko'riladi va hozirgiga o'xshagan eng zo'r 20 ta 30 tacha yo'nalishlar beriladi. Xullas, juda ham ko'p qulayliklari bor. Agar qo'shilmoqchi bo'lsangiz, rostdan ham ustoz bilan tezroq natija qilmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'zim sizga yordam beraman. Kursimiz narxi atiga 597 ming so'm. Lekin boshqalar 4 millionlik kursida o'rgatmayotgan narsani juda ham arzonga o'rgatamiz. Murojaat qilish uchun adminga yozsangiz bo'ladi va mana shu quyidagi meni nomimdagi kartalarga to'lov qilsangiz bo'ladi. Albatta, yana savollaringiz bo'lsa yoki skidka qilib bering degan bo'lsangiz, bizga yozsangiz, albatta sizga qulayliklar qilib beramiz. Bizda umumiy 3 xil narsalar bo'ladi. Hozircha mana bu ikkitasi bor. Kursda o'qimoqchi bo'lsangiz 597 ming so'm professionalniy kursimiz. Agar siz yo'q, kurs men uchun qimmat, men mustaqil eplayveraman, asosiy narsa bo'lsa bo'ldi desangiz, bizda VIP kanalimiz bor. Atiga 157 ming so'm, hamma qo'shilsa bo'ladi, arzon. Kurschalik zo'r emas, ya'ni darslar soni biroz kam, lekin bu yoqda ham puliga nisbatan juda ham ko'p narsa o'rgatiladi. Agar sizga qiziq bo'lsa, albatta sizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, videoga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.